Bu impuls ekan, bildik. Impuls tarafida biz ishlashimiz kerak. Bunisini ham ishlasak bo'ladi, faqat skal qilib. Mayda-mayda joylarga, kichkina errorlar va kichkina risklar bilan. Bunisida o'sha ko'proq targetlarni ushlasak bo'ladi. Bunisi chunki impuls tarafida. Narx tezroq yuradi, tezroq targetimizga boradi. Assalomu alaykum hammaga bolalar. Sizlar bilan har doimdek Tuken. Bugun MMXM ikkinchi videosini o'sha chiqarishni boshlaymiz. Hozir ko'rib chiqamiz, nimalarni o'rganamiz. Hammasini ketma-ketlikda o'rgatib boraman. Xo'p, bugungi darsga keladigan bo'lsak, time frame'lardan to'g'ri foydalanish. Masalan, ko'pchilikning qiladigan xatosi bor, yangi kirib kelganlar, hamma ham deyolmayman. Masalan, M15 da struktura beryapti desak, makta FVG qolyapti. Xuddi shu FVG ga ishonib, faqat bayqaraveradi. Bu yerda gap FVG da emas yoki strukturada emas, faqat bitta time frame ga yopishib olishdi. Faqat M15 time frame ertalabdan chartni ochadi, balki kech payt ochar, farqi yo'q. Ochganidan bitta time frame ga o'tirib, faqat o'sha time frame ni analiz qiladi. Bozor bitta time frame ga qadalib qolgan narsa emas. Bekorga D1 yoki M15, M1 yoki oylik time frame bekorga berilmagan. Buni faqat bitta time frame ni analiz qilib bilish imkoni yo'q, narx qat'iy yurishini. Uning uchun faqat hamma time frame ni bitta aylanib ketish kerak. Tepadan pastga qarab tushib, aniq qilib tochkasigacha aniqlashtirish kerak. Bugun xuddi mana shu narsani o'rganamiz. Xo'p, ko'rib turganingdek, oldingi darsda aytib o'tganimdek, 3 ta time frame bo'ladi. High time frame, low time frame, execution time frame, entry time frame degan bo'ladi buni. Oldingi videoda ko'rsatib aytib o'tib ketgandim. 3 ta time frame. D1 dan H1 ga o'tiladi, H1 dan M5 ga o'tiladi. Orada bitta time frame qolib ketiladi. D1 bilan H1 orasida H4 time frame'imiz qolib ketyapti. H1 bilan M5 orasida M15 time frame qolib ketyapti. Ularga qaramasak ham bo'ladi, xohlasanglar qarab ko'zga o'tirib o'tib ketsanglar ham bo'ladi. Lekin bizga kerakli time frame'lar mana shu uchalasi bo'ladi. Bu top down analiz xuddi shu narsa ham kirib ketaveradi. Time frame alignment ham xuddi shu. Qarchi time frame dan to'g'ri foydalanish degan dars bo'ladi bugun. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, D1 time frame da buni sham deb olib turasizlar. Prosta hozir tushuntirishimga osonligi uchun linealikda ko'rsataman. Keyin bu videodan keyin o'sha real chartni ko'rsatishni boshlayman. Chunki bu yerda o'rganganlardan keyin o'tda ko'zingizga ko'rish osonroq. Agar o'tdan boshlasam, ko'zingizga ancha qiyin bo'ladi topishinglar. Xo'p, D1 time frame da masalan bu yerda 3 ta sham deyaveramiz yoki 3 ta yoki 4 ta impuls ili korreksiya. Bu narsani YouTube kanalim ochilganidan beri o'rgataman. Impuls korreksiya nimaligini, to'g'rimi? Masalan, bu ko'kda yozib qo'yganman tushunishinglar uchun. Impuls, qizil bu korreksiya. Qizil liniya bu korreksiya. Yana ko'k impuls. Bizda demak impuls, korreksiya, impuls bor ekan, to'g'rimi? Bu joylarda ham hammasi bitta chart, hammasi masalan euro USD. D1 time frame, H1, keyin M5 time frame degan. Bu joydagi mana pastida D1 deb yozib qo'ygan joyimiz pastidagi chart D1 demak. H1 ekan. Bunisi uchun nima deydi? Endi bizga impuls korreksiya kerak bo'ladi. Impuls korreksiya kerak bo'lgandan keyin bizga MMXM dagi ichki likvid, oldingi darsdagi ichki likvid bizda FVG bo'ladi, to'g'rimi? Hop, FVG bor, ichki likvid. Keyin ichki likvidga kelganidan keyin tashqi likvidga ketish kerak. Tashqi likvidimiz qayerda? Bu joyda. Mana bu joyda tashqi likvid bor. Narx o'sha yerga qarab chiqish kerak. Xuddi shu D1 da ko'rgan narsalari aniqlik bilan qayerdan entry qilishim kerak, qayerda SMR bo'lyapti, strukturani topishingiz uchun mayda time frame ga murojaat qilamiz, to'g'rimi? Chunki katta time frame da bu yerda shamlarning o'zida hal bo'lib ketadi. Balki ko'proq sham bo'lar, to'g'ri, struktura yasashga ulguradi bu yerda. Lekin sizlar entry qilishinglar bu yerda bo'lmaydi. Chunki bu swing trade ga aylanib ketadi, biz day trade'miz. Xo'p, bu yerdan H1 ga o'tamiz. H1 da nimaga e'tibor berishimiz kerak? H1 da oldingi dars ko'rsatdim, korobkalar. Eslanglar, bunda to'rtburchak korobkalar bor edi, to'g'rimi? Har bittasida sell market maker sell model, keyin buy model. Xuddi o'sha narsa H1 da ko'rinadi. H1 da qarashingiz kerak. Bu yerda strukturani ham topishingiz kerak, o'sha struktura обязательно korobkaga aylanib ketadi. Xo'p, bu yerda bizda SMR va korobkalar bular market maker sell model, bunisi mana korreksiya. Bu esa market maker buy model impulsida. Xuddi shu joyda ham yana narx korobka yasab chiqib ketaveradi. Bu yerda faqat bu chizganimchalik oson bo'lmaydi. Bu yerda struktura jicha qiyinroq bo'ladi. Xuddi bu tomonga o'xshaganroq bo'ladi. Bir-birini sweep qilib, даже teskari tomonga MSS'lar berib, o'sha double borchlar yasab, FVG ga taqish berib, ancha qiyinroq bozor bo'ladi. Prosta hozir tushunishinglar uchun osongina qilib chizib qo'yganman. Bu darajada oson bo'lmaydi, lekin buni hali o'ylamayman. Xo'p,
Bu impuls ekan, bildik. Impuls tarafida biz ishlashimiz kerak. Bunisini ham ishlasak bo'ladi, faqat scale qilib. Mayda-mayda joylarga kichkina errorlar va kichkina risklar bilan. Bunisida уже ko'proq targetlar ushlasak bo'ladi. Bunisi chunki impuls tarafida narx tezroq yuradi, tezroq targetimizga boradi. Tezroq tashqi likvidni yetish uchun boradi. Xo'p, bu yerda Hashbar time frame'da tushundinglar, bu yerda korobkalar topishingiz kerak, accumulationlari. Keyin bu yerda topgandan keyin narx ichki likvidga keldi, SMR yasadi. Keyin narx уже birinchi nima deydi? Distribution anaqasida turibdi. Joyda turibdi. Keyin xuddi shu moment M5 ga o'tasizlar. M5 time frame o'tgandan keyin bu yerda H1 dan da ko'ra qiyinroq bo'ladi. Chart. Ancha-muncha bir-birini sevib qilgan, bir-birini double push, bu ko'p narsa bo'lib ketgan bo'ladi. Ko'zinglar ancha qiynaladi bu moment. Bunda ham katta time frame'dagilar belgilab olsanglar, masalan, bu yerda ichki likvidimiz bor edi, to'g'rimi? Yoki bu yerda tashqi likvid. Xuddi shuni o'rtasidan chap tomoni, mana qizil korobka ichidagi korreksiya. Bunisi уже impuls. O'sha korreksiya market maker sell modi. Impulsi market maker buy modi. Xo'p, bunisida endi nima qilamiz? Bunisida ham o'sha korobkalarni xohlasanglar o'chirib yuboringlar, xohlasanglar turaversin. Bunisi OC bo'ladi, to'g'rimi? Original konsolidatsiya. Уже korobkaning ikkinchi anaqasi bor уже. Bu accumulation 1. Bunisi accumulation 2. Keyin mana yerda accumulation 3. Bular 3 ta yoki 2 ta bo'lishi mumkin. Balki 4 ta bo'lib ketar, unisini farqi yo'q. Bizga muhimi korreksiya bo'lib, ichki likvidga kelishi. Bu darajada chiroyli accumulation qolmagan bo'lsa ham, narx bunday qilib impulsni salpal impulsni tushgan bo'lsa ham mayli. O'xshab ketaveradi. Muhimi ichki likviddan tashqi likvidga harakat qilishimiz. Xo'p, bu tomonda ishlashi hali erta, keyingi darslar yoki keyinroq o'rgatish mumkin, chunki bu tomoni jicha qiyinroq bo'ladi, ila riski baland bo'lgani uchun ko'pchilik bu joyda xatoni ko'p qiladi. O'shaning uchun biz bu joyga qiziqishimiz kerak. Impulsning joyida ishlashimiz kerak. Targetimizga impulsni borganimiz yaxshiroq. Qiynalib teskari tomonga ishlagandan ko'ra, osonroq tomonida ila tezroq targetimizga borgani yaxshi. O'shanda sizlarning win rate'inglar oshadi. Impulsli tomonida ishlasanglar. Xo'p, bizda SMR yasa bo'ldi deylik. SMR yasagandan keyin bu joyda nima ko'ryapsizlar? Accumulation, to'g'rimi? Bu yerda ham distribution 1. Xo'p, bu joyda ko'pincha narx double purge beradi. Bu low resistance buy desa ham bo'ladi. Xo'p, narx jicha korreksiya oladi, keyin bu joy tepasidagi likvid tozalaydi narx. Keyin pastda likvid qoladi обязательно, to'g'rimi? Bu order blogan bo'ladi, yoki pastdagi kichkina internal liquidity ham bo'ladi, sell sidecha. Narx o'shanga yana qaytib keladi. Narx qaytib kelganidan keyin ko'pchilik bu joy nima deydi? MSS deydi. Lekin bu biz chalg'imashimiz kerak, chunki high time frame'da bo'layotgan ish bizga muhimroq, to'g'rimi? High time frame'dagi narsalar kuchliroq. Masalan, bizda bor, ichki likvid bor, tashqi likvid bor. Demak, qat'iy ketishimizni bilyapmiz. Kamida 2-3 kun yoki 1 kun farqi yo'q unisini. Qat'iy ketishimizni bilyapmiz. O'rtancha time frame'dagi, H1 time frame'dagi o'tamiz. Strukturani topamiz. Struktura ham hamma narsa cho'tki bo'lyapti, swiplar ham cho'tki bo'lyapti. Endi biz entry qilishimiz qoldi, to'g'rimi? Entry qilish M5 time frame'da bo'ladi. Xuddi shunaqa momentlar chalg'imashimiz kerak. Agar xuddi shu joyda chalg'ib qolsanglar, bu D1 dagi analizga qarshi chiqib qo'ysanglar, stop yeyish ehtimolinglar chirishchur ko'payib ketadi. O'shaning uchun MSS larga unchalik ahamiyat bermaymiz. Narx bu yerda biz tushunishimiz kerak bo'lgan narsa, buni MSS deb emas, buni naborotda ikkita tomonlama stopni tozalash deyish kerak. Narx masalan bayga chiqdi, to'g'rimi? Tepasini oldi. Keyin narx qaytib kelganida baychilar уже shu yerda bo'ladi. Masalan, bu yerdan baychilar bo'lsa, ular stop qayerda bo'ladi? Bu sell side'da pastida, to'g'rimi? Narx bu sell side'ni yechadi, chunki baychilar chiqazvorchi narx yechadi. Keyin o'sha baychilar bo'ldi, stop oldim, demak men xato qilgan ekanman, bu yerda MSS bo'ldi. Endi narx sell yuradi deydi. Narx yana qaytib chiqayotganda endi bu yerdan sell kirish boshlaydi. Keyin ular stop qayerda bo'ladi? Обязательно buy side'da bo'ladi. Narx o'sha buy side'ni yana dal yechib ketaveradi. Xuddi shunaqa joyda MSS ko'pchilik yopishib oladi-da, xuddi shu joyda xato qilib qo'yadi. MSS ga ishonib qo'yadi. Unaqa vaqt ishonishlik kerak emas, chunki bizda high time frame'dagi trend, ya'ni strukturali bizda buy bo'layotgani uchun, market maker buy modelda bo'lganimiz uchun bunisi уже MSS lari ishlamaydi. Bular prosta likvid tozalashga o'tib ketaveradi. Narx xuddi shu joydan masalan ichki likvidga tegish mumkin. Ichki likvidga tegib, keyin bu yerda yana bitta figji qoldiradi. Masalan, bu yerda figji qoldimi, o'sha shu yerda o'sha sizlar interaksiyalar bo'ladi. Masalan, kichkina figjidan kirasizlar, stopinglar yoki
SMR pastida bo'ladi. Agar error yetarli bo'lsa, SMR pastiga qo'yganinglar ancha ma'qulroq, ili xavfsizroq. Yokida mana double port yasadi-yu, pastdagi sell site yechib narx uch tepaga ketyapti. O'sha sell site eng yetgan joyi eng pastga bu joyga qo'yib qo'yasizlar. Targetinglar qayerda bo'ladi? Yoki o'zini hayda bo'ladi. Masalan, hay teparoqda bo'lsa, double port tepasi erroringlar 1 2 1 3 chiqsa, shu joyda chiqib ketganinglar ma'qul. Agar error qoplasa yokida eng maksimaldagi OC ga qo'ysanglar ham bo'ladi. Faqat hisobini olishingiz kerak, narx taxminan necha kunda yoki necha soatda chiqadi. Bir xilga bu yerdagi market maker buy modelda bir kun ichida chiqib qo'yishi qiyin bo'ladi. Kattaroq yasalsa, chuqurroqdan tushib teparoqqa chiqish kerak bo'lsa, bir kun ichida chiqib qo'yish ehtimoli kam. Agar qanaqadir non-farm bo'lmasa, non-farm bo'lsa, обязательно kirmaysizlar baribir. U vaqt сделкаdan qo'rqib qolib ketasizlar. O'shani hisobini olishingiz kerak. Targetlari jayam nafsga berilib katta qo'yib yubormasdan, insof bilan bu buy site'larga yoki o'zini hayiga qo'ysanglar ham bo'ladi. Masalan, bu buy site'ga qo'ysanglar, agar erroringlar ko'tarsa, minimal 1 ga 2 chiqsa, shu yerga qo'ysanglar bo'ladi. Agar bu yerda 1 ga 2 chiqmasa, shu bunisiga qo'ysanglar bo'ladi yoki bunisiga. OC ga qo'ysanglar, ko'proq kuchinglarga to'g'ri kelib qoladi. Agar yaqinda turgan bo'lsa, masalan, bu joyda yaqini ham bor. Xo'p, narx chiqib keldi. Keyin bu yerda xuddi maytdagi o'rgatgan narsam bu yerda ham hosil bo'ldi. Narx nima qildi? MSS berdi. Birinchi hayni oldi, narx chiqib, lekin OC ni yechib qo'ymadi. OC'imiz bu tomonda, to'g'rimi? Jiddiy yetmayapti. Narx buy site oldi, keyin tushib sell site ham oldi. Ikkita sell site ham oldi. Bu degani bu yerda MSS bo'ldi degani. Lekin bu MSS biz uchun xato. Chunki katta time frame-da to'g'ri kelmaydi. Har doim aytganimdek. Xuddi shu joy kelganidan keyin sizlar sabr qilasizlar. Narx yana bitta bayga MSS beradi bu joyda, keyin FIVG qoldiradi. Xuddi shu FIVG dan kirib ketaverasizlar. Bundan ham mayda time frame ga o'tib entry topsanglar ham bo'ladi, faqat M5 da emas. Uni uje jicha qiynashadi, baribir shum ko'payadi mayda time frame da, bilasizlar. Keyin errorlar ko'tarsa, mana shu yerda OC gacha ishlab chiqib ketsanglar bo'ladi. Entry shunaqa bo'ladi. Mayda time frame da jicha qiynalasizlar, aniq. O'rtacha time frame da strukturani topasizlar, o'shanda sal ishinglar osonlashadi. Keyin D1 da ichki likvid va tashqi likvid topasizlar. Bu o'rgatgan narsa faqat D1 H1 M5 da emas. Orada bitta time frame qolib ketyapti-yu, xuddi o'sha narsani boshqa time frame ga ham o'tkazsalar bo'ladi. Masalan, buni haftalik time frame desak, orada bitta time frame tashlaymiz, bundan keyin D1 da, demak D1 tashib ketamiz. Undan keyin qaysi? D1 dan keyin H4. Bunisi haftalik time frame bo'lsa, bunisi demak H1 emas, H4 bo'ladi. Bu H1 dan keyin qaysi time frame keladi? M15. Bu yerda M5 emas, M15 bo'ladi. Xuddi shu kartinka o'zgarmaydi. Xuddi shu narsalarni ishlatganinglar, o'rgatgan kabi ishlatasizlar. Lekin time framelar jicha o'zgarishi mumkin. Masalan, bu narsa H4 da ham bo'lishi mumkin. H4, M15, M3, M1 da ham bo'lishi mumkin. Prosta buni logikasi bir xil, time framelarda jicha farq qiladi. Muhimi orada bitta time frame qolib ketishi, ili shu 3 ta time frame ichki likvid va tashqi likvidni D1 da topganinglar yaxshi, keyin strukturani H1 da ko'rasizlar, M5 da o'sha entry ga harakat qilsanglar bo'ladi. Time frame ni to'g'rilab ishlatish mana shu narsa bo'ladi. Bundan ham katta time frame qilsanglar bo'ladi. Oylikdan boshlasanglar ham bo'ladi. Ichki likvid oylikda bo'lsa masalan, uni farqi yo'q, muhimi xuddi shunaqa ishlatsanglar yetadi. Time frame alignment deb xuddi shu narsani aytadi. Kechadan oldin kuni, adashmasam dushanba kuni xuddi shu narsa bo'yicha Telegram kanalimizda bolalar bilan ishlab oldik. Normalligini men uchun eng idealni trade bo'ldi o'sha kuni. High time frame ham xuddi shu narsa bor edi, ichki likvid va tashqi likvid. H1 low time frame ham xuddi shunaqa ssenariy bor edi, faqat u yerda jicha boshqacharoq. Общий mazmuni shu edi. Keyin M15 time frame ham chotki entrylar bergan, hamma narsani chotki bergan. Biz chotkigina qilib OC gacha ishlab chiqib ketdik. Xolasanglar Telegramga o'tib o'sha skrinlarni ko'rib kelsanglar ham bo'ladi. O'tga tashib qo'yilgan, hamma narsa qatdan kirilgan, qatdan chiqib ketilgan, hammasi bor. Ili o'shga o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar ham yaxshi bo'ladi. Sizlarga ham, menga ham. Xo'p, bugungi videomiz shundan iborat edi. Keyingi videolardan yanada chuqurroq double portchilar nima, ili strukturani yaxshi topish, hammasini ketma-ketlikda o'rganib ketamiz. Bugungi mavzuyimiz time frame alignment, time framelardan o'sha to'g'ri foydalanish. Hammaga rahmat bo'ldi. Like, komment yozasizlar degan umiddaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha.